Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilikning bosh ijrochisi deb qaralgan va Amerika hukumati tomonidan embargo tizimligiga kirgizilgan Chin Chungo Sharqi Turkistondagi partkom sekretarlik vazifasidan elib tashlangan. Guangdong o'lkasining boshlig'i Ma Shangruy uning o'rniga partkom sekretari bo'lib tayinlangan. Tibetdagi qattiqqo'l siyosati bilan tanilgan Chin Chungo 2016-yili Sharqi Turkistonga yetkilib kelgandan keyin rayonda soqchiti sistemasini izchil kuchaytgan va yig'ilish lagerlari ochiq-oshkora o'tirg'i chiqishga boshlagan edi. Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligi sababli xalqarada kun sayin cho'ng besimga duch kelgan Xitoy doiralari Xitoy o'lkalaridagi tug'ilish nisbatining tubanlashiga qarata yangi tadbirlarni qo'llanishga boshladi. Xitoyning Jilin o'lkasida yerlik hukumat tomonidan e'lon qilingan hujjat loyihasiga qaraganda, bu o'lkada o'ltiraqlashgan va u yerda bola beqishni qaror qilgan oilalarga 200 ming yuangacha qarz pul berish planlangan. Amerika CNN xabar kanalining istixborot manbalarini asos qilgan xabariga qaraganda, Saudiya Arabiston o'zining ballistik boshqarilgan bombasini yasashga boshlagan. Istixborot organlarining bu haqda sun'iy hamroh suratlarga erishganligini bayon qilgan xabarda, Xitoyning Saudiya Arabistonning boshqarilgan bomba taraqqiyotiga texnik yordam berganligi ko'rsatilgan. Amerika prezidenti Joe Biden 23 dekabr kuni Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'yib, rasmiy qonunga aylantirgandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga norozilik bildirib, Amerikani xalqaro qonunlarga xiloflik qilish va Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilish bilan aybladi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerikani Xitoyning ichki ishlariga aralashdi deb aybladi va Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi dedi. İnsaniyat tarixidagi eng nozik teleskop bo'lgan James Webb bo'shliq teleskopi o'ngishli qo'yib berildi. Bu bo'shliq teleskopining tunji qitimliq qo'yib berilishi vaqti 2007-yili deb bekitilgan bo'lib, texnikalik sabab va keyincha Xitoy virusi sababli ko'p qitim kechiktirilgan. Amerika davlatlik aviatsiya va olam qatnashi idorasi tomonidan qo'yib berilgan bu teleskop Yer sharidagi 1,600,000 kilometr yiroqlikdagi orbitasiga joylashgandan keyin 2022-yili 6-oylardan boshlab sonliq ma'lumot va rasmlarni yig'ishga boshlaydigan. Dunyodagi eng olqishga erishgan o'yin munbiri bo'lgan Steam Xitoyda cheklandi. Egillanishicha, mazkur o'yinning Xitoy nusxasi bu yil 2-oyda yo'lga qo'yilgan bo'lib, xalqaro nusxasiga solishtirganda nurg'un cheklamalar va kamchiliklar bor ekan. Yaqinqi bir necha kun ichida Xitoyning nurg'un joylarida kishilar bu o'yinga erisha olmagan bo'lib, keyincha butunlay cheklanganligi ma'lum bo'lgan. Xalqaro Turk akademiyasi Qozog'istonda Sharq cho'lponlari nomli faoliyat uyushtirdi. Faoliyatda turk adabiyotining muhim ismlaridan Yunus Emre, Nizomiy Ganjaviy, Alshir Navoiy va Qozog'iston shoiri Jambil Jabayev qatorliqlar xotirlandi. Yig'inga qatnashgan Qozog'iston Kengash palatasining raisi Maulin Ashimbayev turk dunyosi bilan bo'lgan hamkorlikning taraqqiyotiga diqqat qildi.